Assalomu alaykum. Avvalambor shu ko'rsatuvni ko'rayotgan muxlislar hammanglarga xayrli kun. Nabiram Umidov Asadbek bu yil maktabga chiqdi. Allohga behisob shukr. 1,5 yoshida biz sekin bildikda uni yaxshi eshitmayotganini. Chaqirganimizda qaramadi. Ana qilganda e'tibor bermadi. O'shandan keyin doktorga olib borganimizda shu qulog'i yaxshi eshitmayapti deyishdi. Foizi kamayib ketayotgan ekanda, eshitish pasayib. O'sha paytda juda tushkunlikka tushib qoldik ona bola. Bu qizimni Asadbek, qizimni o'g'li, birinchi o'g'li, katta o'g'li. O'shanga qizim bilan bordik. O'sha yerda keyin bizga mutaxassislar, doktorlar unaqa xavotir olmanglar. Hozirgi meditsina rivojlangan. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Sekin-sekin operatsiya qilinib, bolani eshitish qobiliyati tiklanadi. Bola oddiy bolalardek bog'chaga, maktabga boradi deyishdi bizga. O'shanda xursandchiligimizni umuman sig'dira olmadik-da. O'sha rozi bo'lganimam sabab shu. Chunki hozirgi vaqtda shunaqaga tushib qolgan onalar bular xavotir olmanglar. Allohim bekorga olimlarni yuksaltirmagan ekan, ularga yuksak baho bermagan ekan olimlarga Allohim. Chunki mana shu doktorlarning anaqasi, shu olimlarning yutug'i shundaki, hozirgi shunaqa eshitmaydigan bolalar shu operatsiyadan keyin yaxshi eshitib, oddiy hayot tarzini olib borishar ekan, behisob shukr. O'shaning uchun men ham shu navaramni o'sha 2,5 yoshda operatsiya qildirdik, 3 yoshga yaqin. Allohga behisob shukr, yaxshi chiqdi. Sekin-sekin eshitib, biz endi uni o'zi olib bordi qizim, biz ham olib bordik logopedlarga, anaqalarga, shunaqalarga olib borib, qatnashtirib, xullas hamma aytilgan narsalarni qilib, Allohim 4,5-5 yoshlarga shunday gapirib, meni eng katta orzuyim shu navaramam bu deb kirib kelarmikin chopqalabdirdim-da, to'g'risi. Allohga behisob shukr, bu deb kirib keladi. Mana hozir prinsimga chiqdi. O'ziga shukr. Dodasi olib keladilar, bizga yaqin maktabga berishgan. Qizim uydagilar yo ishda. O'shaning uchun ham kelganda bu deb kelsa, shunchalik xursand bo'lib ketaman. O'shaning uchun shunaqa hozirgi paytda bolalari, nevaralari shunaqa bo'lib qolgan. Ota-onalar ko'rmasdan ilojimiz yo'q. Allohim yo'lida ko'rsatib qo'ygan ekan. Tushkunlikka tushmanglar. Mana meni navaram. O'zinglar ko'rib turibsizlar, hamma yog'i sog' salomat. Shunday yaxshi eshitadi, fikrlaydi, gapiradi. Qo'rqardim. Bog'chaga borganda mayli, maktabga qanaqa qilar ekandirdim, maktabga borganda ozgina qiynalmasmikindirdim. Yo'q. Maktabda ham Xudoga shukr yaxshi. Hammasi yaxshi, o'ziga behisob shukr. Boshida ko'rgan qiyinchiliklarimiz, boshida bo'lgan anaqalarimiz hammasi o'tib ketdi, o'ziga behisob shukr. Hozir hammasi yaxshi. Mana shu qulog'iga shu apparat taqqandan keyin hammasi iziga tushib, yaxshi bo'lib ketdi. O'qishlari ham, gap so'zlari ham, yurishlari ham, muomalada ham, hamma narsada iloyim Allohning marhamati bilan avvalambor yaxshi. Xudoga shukr. Ukasiga mehribon, ikkinchi navaram Xudoga shukr yaxshi. U yaxshi tug'ildi. Bizani o'zi avlodimizda unaqa kasallik yo'q. Avlodimizda. O'zi ko'pincha doktorlardan so'raganinglarda shu avlodda bo'ladi deyishdi. Yo'q, qizimni ham, kuyovimni ham unaqasida yo'q avlodida. Lekin shu Allohning sinovi ekan, bizga shunaqa bo'lib qoldi. Lekin o'sha aytganimdek hammasi izga tushib ketdi, yaxshi bo'lib ketdi, Xudoga shukr. Hozirgi paytda bu ko'rsatuvni qo'yishdan ham maqsad, shu bizani gapirtirishdan ham maqsad, shu hozirgi vaqtda shu muammo bilan duch kelib qolgan insonlarni shu apparatni taqmasligida men tavsiya beraman, 100% tavsiya beraman. Chunki shuni natijasida o'zimning navaram gapirib yuribdi, yaxshi yuribdi. Maktablarga ham chiqib, bog'chalarda ham yurib, yaxshi bo'lib ketdi. O'shaning uchun mana shu Cochlear apparatini biz anaqa qilganmiz. Men tavsiya beraman 100%. 100%. Chunki biza bundan anaqa ko'rganimiz yo'q. O'zligi har anaqada chaqirib turishadi, ish qilib qarab turishadi, buzilgan uyoq-buyoq anaqalarini to'g'rilab berishadi. Xudoga shukr. Bu muomala bo'lib qolsa noboda. Hammasiga o'zligi nazorat qilishadi-da. O'ziga rahmat. Shu anaqani ishlab chiqarganlarga ham,
iloyim shu narsalarni o'ylab shu bolalar qo'pol qilib yetganda kar so'quv bo'lib qolib ketmasligi uchun harakat qilgan barcha insonlarga rahmat deyman. Bundan anaqa yo'q, bundan katta yutuq yo'q hozirgi bizning anaqamizda shu bolalarimizga, shunaqa bo'lib qolgan bolalarga. Biz boshimizdan o'tkazdik, biz qo'ydirdik. Biz bundan juda ham mamnunmiz. Iloyim. Avvalambor hech kim boshiga buni solmasin, Alloh sinov berganda Allohim mana shunaqa imkoniyatlardan biz 100% foydalanishimiz kerak. Rahmat hammanglarga. Men Umidov Asadni do'dasi bo'laman. Shu navaram tug'ilganda biz bilmadik. Shu 1,5 yoshga borganda ozgina sezildi, ahamiyat bermayotgani chaqirsak. Undan keyin doktorga olib borsak, 30% eshitish bor, yo eshitishi yaxshi emas deb aytishdi. Shundan keyin shu implantatga qo'ydirishga maslahat berishdi. Keyin borib doktorlar bilan gaplashdik. Shu bilan shu implantatni qo'ydirdik. Qo'ygandan keyin Xudoga shukr, bola eshitishga, nutq chiqishiga ozgina nimalar bo'ldi. Shundan keyin o'zi sal eshitib, shu gapirayotgan gapingizni anglab, o'zidan ham tovush chiqarib, eshitishi bor, gapirishni boshladi. Hozir ancha yaxshi. Mana maktablarga chiqib ketdi navaram. Maktabda o'qishlari yaxshi. Har kuni o'zim olib boraman, olib kelaman. Har kuni doda 5 oldim deydi. Uyga kelib assalomu alaykum deb salom berib, baqirib, gapirish nutqlari yaxshi ancha. Mana o'zingizlar ko'rgan bo'lsanglar. Shu maslahatim, agar shunaqa muammo hech kim boshiga solmasin, agar muammo shunaqa bo'ladigan bo'lsa, shu implantat qo'ydirishinglarni maslahat beraman. Bola yaxshi fikrlaydi, mana o'qishlari ham yaxshi, hammasi yomon emas, yaxshi. Dunyo qarashi ham o'zgaradi eshitgandan keyin bolani. O'qishi ham yaxshi. Har kun chiqib doda 2 ta 5 oldim, 3 ta 5 oldim deb gapirib keladi. Bemalol o'qiyapti. O'qituvchisi ham hali bir jalbi bo'lgani yo'q. Shu o'quv programmalarini shu sog'lom bolalar qanday olib borsa, shunday olib boryapti o'qish programmalarini ham. Xudoga shukr yaxshi, mana katta bo'lyapti o'zimizning bag'rimizda. Bola mana eshitib, dunyo qarashlari hammasi yaxshi gapiryapti. Tavsiya beraman, agar shunaqa muammoga duch keladigan insonlar hech narsadan anaqa qilmasdan, shu implantat qo'ydirib, bola eshitadigan bo'ladi 100%. Asadbek desam, labbay doda deydigan darajaga keldi mana. Men o'zim sinab ko'rdim. Sal uzoqroqlarda turib Asadbek desam, ha doda deydi. Shuning uchun hech narsadan cho'chimasdan implantat tavsiya beraman. Qo'ydirsanglar, bola bemalol eshitib, unaqa nima bo'lmaydi. O'zi uchun o'zi harakat qilishni boshlaydi. O'zi o'qiydi, o'zi yozadi, o'zi chizadi, o'zi eshitganini gapiradi. Shunaqa mashinani hamma markalarini biladi. Ko'chada mashinaga nima Matiz deb o'qib beradi hozir mana bemalol. Ravon deb o'qiydi, hammasini o'qiyapti mashinalarni. Kelayotganimizda Cobalt deydi, Matiz deydi, mana shunaqa gaplarni gapirib bemalol muloqot qila oladigan darajaga yetdi, Xudoga shukr mana bola. Bu yil 1-sinfga chiqdi, o'sha hamma baholari 5. O'qishini tortib ketyapti. Biz boshida ishonmagan edik, o'qib keta olarmikin dedik, mana Xudoga shukr shu 1-sinf bolalar bilan barobar programmada ketyapti, o'qishlari ham normalni ketyapti. Xudoga shukr.